Yunusobod tumani 8-kvartaldan premium klass novostroykadan uyimizga chiqyapti. 2 xona, 9-etaj, 10 etajli domimiz. Mana yon atroflarni ham детский plashadkalar zo'r qilib qo'yishgan ekan. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'pti. Uyimiz yangi remontdan chiqqan. Bu yoqda o'zimiz stroyni shkaflarini qilib ketishgan ekan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bu yog'imizda birinchi oshxona xonamiz. Mana oshxonasi ham kerakli mebellarni hammasini qo'yib ketishgan ekan. To'g'rimizda Yunusobod galerey ham ko'rinib turadi mana. Hop, uyimizdan 50 kvadrat. Bu yog'ini mana uzun koridor qilib qo'yishgan ekan, chiroyli qilib. Bu yoq zal qismimizda bo'ladi mana. Zallarda ham mebellarni qo'yib ketishgan ekan, televizorlari ham bor mana. Bemalol olib turib ijaraga berib qo'ysanglar ham bo'ladi, 500-600 dollargacha. Hop, to'g'rimizda bu yog'imizda yotoqxona qismimizda bo'pti. Mana bu yoqda ham mebellarni qo'yib ketishgan ekan uyimizdan. Har bitta xonamizda oynalari bor. Bu yoqda garderobni xona qilib qo'yishgan ekan bitta mana, kichkina bo'lsa ham. Sanuzil. Chap qo'limizda sanuzil samishonni. Sanuzillarni ham katta qilib qo'yishgan ekan uyimizdan. Bu yoqda dushovoylar qilib qo'yishibdi. Hop, bu uyimizdan narxini 78.900 so'rashyapti. Yana ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Shunaqa 2 xonali novostroyga qidirib yurgan tanishlik tashlab qo'yinglar. E'tiborlar uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.